Nima deb kelyapti? Wala tanabazu bil alqob. Aslida bu Hujurat surasining 11-oyatda kelgan. Oyat to'liq o'qib turib, ma'nosini, ya'ni zohiran ma'nosini bir tanishib olsak, sharhlamaymiz. Sharhlasak o'ta ko'p vaqt bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun oddiy o'zini ma'nosini aytamiz. Bu ham bizga katta foyda beradi. Agar biz mana shu oyatga to'liq amal qilganimizda o'rtamizda gina, kudrat, urushish, janjal, g'iybat bo'lmas edi. Shu oyatga agar amal qilganimizda, oyatga e'tibor bering. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, la yaskhar qawmun min qawm. Bir qavmni masxara qilmasin. Qarang. Bir qavm bir qavmni masxara qilmasin. O'zbeklar qirg'izlarni masxara qilmasin. Qirg'izlar o'zbeklarni, ular tojiklarni birgalashib yoki hamma to'planib arablarni masxara qilmasin. Bir qavm bir qavmni mazah qilmasin dedi Alloh taolo. Albatta, mana urflar har xil. Bizning urfimiz ularga to'g'ri kelmaydi, ularning urfi bizga to'g'ri kelmaydi. Ovqat yeyishimiz ularga to'g'ri kelmaydi. Masalan, bizning ovqat yeyishimiz, masalan, bizning osh yeyishimiz ko'rsa, ko'ngillari aynib ketadi ko'pincha. Ularning ovqat yeyishini ko'rsa, bizning ko'nglimiz aynib ketadi. Urf boshqa, lekin mazah qilmang. Bizning kiyimimizni ular masxara qilishi mumkin emas. Ularning kiyimini, milliy kiyimlarini biz masxara qilishimiz mumkin emas. Shu asosiy janjal, to'polon shu masxara qilishlikdan, ustidan kulishlikdan kelib chiqadi. Asa an yakunu khayron minhum. Ehtimol ulardan ko'ra yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ya'ni masxara qilinganlar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdir. Masalan, siz boshqa bir qavmni ustidan kulyapsiz. Bilingki, bu yerda asa, agar haqiqat degan ma'noni olsak, Ibn Mas'ud aytgandek, haqiqat degan ma'noni olgan bo'lsak, aniqki masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan yaxshidir degan. Shu o'rinda siz masxara qilib turibsizmi, ulardan yaxshi emassiz degan. Ular yaxshiroq shu o'rinda. Asa an yakunu khayron min. Wala alohida ayollarga ham bu yerda xitob keldi. Aslida tag'lib yo'li bilan kirgizib yorsa bo'lardi. Ey iymon keltirganlar, bir qavm masxara qilmasin deyichiga ayollar ham kirib ketardi. Lekin bu yerda ayollar alohida yana ta'kidlandi. Sabab ayollardan bu gunoh ko'proq sodir bo'ladi. Uni kiyimini, bo'yini, va hokazo sochini, hamma yo'lda masxara, yurishini masxara qilishadi. Bundan Alloh taolo bizni qaytaryapti. Ayollar jamoati ham boshqa bir ayollarni masxara qilmasin. Ehtimol ular masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdir. Yoki masxara qiluvchilar shu o'rinda bulardan yomon hisoblanadi. Ular yaxshi hisoblanadi. Wala talmizu anfusakum dedi. Ya'ni o'zlaring mazah qilmanglar dedi. Odam o'zini o'zi ham mazah qiladi masalan. O'zlaring mazah qilin. Bizda hozir mazahlash, masxaralash u yoqda tursin, nima deydi? Haligi hunar darajasiga ko'tarilib ketdi. Alloh taolo qaytargan narsani odamlar birovni masxaralab pul topyapti. Xuddiki johiliyatda riboni bayga o'xshatishgan. Ribo ham bu bayga o'xshaydi-ku. Aslida bay riboga o'xshaydi-yu deyishi mumkin edi. Bayda savdo sotiq qiladi, foyda topadi, pul topadi. Ribo ham xuddi shunday desa o'xshardi. Lekin bular shunchaki riboga kirib ketganligidan ribo ham bayga o'xshaydi dedi. Odamlar ham hozir xuddi shunday masxaralashdi. Bir qavm ustidan, bir sherikning ustidan masxaralashdi, fan qilib, bunga hunar qilib o'ziga oldi. Bironta bir majlis yo'qki masxaralashdan xoli bo'lgan. Allohdan qo'rqishimiz kerak. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqob. Wala tanabazu, bir-birlaringni haqorat qilmanglar, laqablar qo'yib. Albatta bu yerda yomon laqablar qo'yib. Ya'ni bu laqab qo'yilgan inson buni eshitsa xafa bo'ladigan darajada bo'lsa mumkin emas. Lekin xafa bo'lmaydigan bo'lsa yoki erkalatishligi uchun bo'ladigan bo'lsa bu mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam erkalatganlar. Ba'zi sahobalarga Zulyadayn degan, ba'zi bir somona Abu Hurayra deb qo'ygan laqab qilib. Ya'ni sahobalar ba'zilarga erkalatib qo'ygan. Ular bunga xursand bo'lardilar. Lekin bu yerda yomon laqablar, cho'loq, burni qiyshiq yoki vahoti kallasi katta, xullas kalom nima qiladi? U eshitsa xafa bo'ladigan darajadagi laqablar. Wala tanabazu bil wala
va la talmizu anfusakum va la tanabazu bil alqob. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iymon. Iymon keltirgandan keyingi fosiq ismi naqadar yomon. Agar kim bundan tavba qilmasa, ana o'shalar zolimlardan dedi. Va man lam yatub fa ulaika humuz zolimun. Siz zolimlardan shikoyat qilasiz. O'ziz masxaralab zolim bo'lib o'tiribsiz. Bu oyatni mufassirlardan eshiting, tafsirlarini ko'ring, mag'zini oling, chaqing, o'zingizga buni tatbiq qiling, o'zingizga buni sindiring. Biron masxara o'zingizni yo'qoting, o'zingizni isloh qiling birinchi o'rinda. Rabbis sizga aytayapti: "Ya ayyuhallazina amanu la yaskhur qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum" deb. Siz masxaralayapsizmi? Albatta siz ulardan pastsiz. O'zbeklar qirg'izlarni masxaralayaptimi? Qirg'izlar o'zbeklarni, bular tojiklarni, bular qozoqlarni masxaralayaptimi? Bilingki, masxara qilinayotganlar bulardan afzal bo'lib turadi. Allohning shahodati bilan. Allohdan qo'rqaylik.